Aka, Hoji buva, Allah so'rayapti. pulni oldim. Qilgan mehnatimga roziman. Bergan pulingizni yaxshi kunga ishlatay. Mana pulni mana qarang Hoji buva. Barakani uzmayman. Mana pulni yerga qo'yaman. Mana shu qo'limga olaman. Hoji akam hojidan olib kelganman deyaptilar, qarang. Alloh qodir qilsa, bu yil Xudo xolasa yaxshi niyat qilyapman, ota-onamni hojiga olib boraman deyapman. Xudo xolasa mana shu pulni o'sha pulga qo'shib yuboraman Hoji buva. Barakasi ilohi amin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Onasi bilan mana Aka, degan mehnatimga roziman. Bergan pulingiz yaxshi kun ishlatyapsiz. Xolasa akalarimizda baraka bo'ldi. Videomizni boshidagi akalarimizga Hoji otamiz olib ketyaptilar. Mana shu akalarimiz Xudo xolasa baraka qilib olib ketishyapti. Bismillah ketdagi. Obunachilar, assalomu alaykum. 33 tanga, soni ham 33 ta, narxi ham 33 millionga bo'ldi. 3 million 300 dan bo'ldi. Ash akalarga berdik. O, Hoji tog'oyda o'tiribdilar. Videoni boshida pata bergan Hoji buva. Videoni boshida ana ko'rsatib qo'y. Hoji buvamga pata berdilar, barakani berdik. Ya maşallah, maşallah akalarimiz Xudo xolasa olib ketishyapti. Qashqadaryo tumaniga Xudo xolasa. Obunachilar kelaverasizlar, qo'y davomi ochiq. Yana bir 183 ta yo 82 ta kelyapti, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bunlar mashinaga zo'rlar kelyapti. Kelyapti. Mana mash qo'ylarimiz Xudo xolasa baraka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Xudo xolasa bugungi syomkamizda noodatiy gigant sovuq qo'ylarimiz. Voy mashalloh. Gigant qo'ylarni kim olib keldi desangiz, o'tgan safarga Xudo xolasa kanalimizda trendga aylangan akamiz. Arzonchi bo'lganda ham mana shunaqa gigant qo'ylarni olib kelib arzonchilik qilayotgan akamiz Sanjarbek akamiz. Assalomu alaykum obunachilar. Ozodbek, assalomu alaykum. Assalomu. Obunachilar, Xudo xolasa yaxshi niyat bilan ishni boshlaganmiz. Shu sezonda oxirigacha olgan ham, sotgan ham bari-bariga topadi. Ishonavering. Qo'zilarda zo'rlari keldi. Qo'zilar demaylik, qo'chqorlar deylik. Qo'chqorlar deylik. Qo'zilarsa kichkina qo'zi tushirib qoladi. Meni yonimga qo'chqor oladigan kelib boru. Otangga rahmat, videoni ko'rdim. Yondirib qo'yding desang 200 o'tib beraveraman. Ya mashalloh. Xudo xolasa akalarim, ukalarim arzonchiligini qiladi Xudo xolasa. To'ppa to'g'ri. Gap yo'q. Demak, Xudo xolasa bugungi syomkamizga necha partiya chiqazamiz aka? Hop, bugungi syomkamizga 3 partiya qo'yimiz chiqadi. Hop. 3 partiya. Aha. Hammasi bir-biridan zo'r. Hammasi. Qo'zini qo'chqorni pasti yo'q. Ishonavering. Yana bir tarafini aytib qo'y. Bu qo'chqorlarga birortasiga in solinmagan. In solinmagan. Qulog'i butun. Qurvollikka deganlarga maza qilib boqadigani mana keldi mana. Qulog'i butunlarida. Quloq butunlarida. Mashalloh. Demak, birinchi partiyamizga sonlari nechta chiqdi? 25 dona qo'chqor. 25 bosh, hammasi qo'chqor varianti, ha? qo'chqor. Gap yo'q. Hammasi qo'chqor variantlari. Yosh oylikka qanaqa ekan? Yosh oylikka hop 7 oylikdan o'tgan pasi 7 oylik qo'chqor. 7 oylikdan o'tgan pasi 7 oylik. Bo'y bastilari necha chiqyapti bularda aka? Bo'y bastilarini bitta narsa aytay. Hop. Kesni bo'lsin. Agar o'lcha deyishadigan bo'lsa, men o'lchayman misol. 70 dan pasti bo'lsa, qo'zini, voy, uka yo'qmadi, qaytarib yuborishsin qo'chqor. Qaytarib yuboradi aka. Ha, 70 dan pasti bo'lsa, 70 dan balandga men roziman. 70 ga olishi bo'lsin. Gap yo'q. Xudo xolasa akalarim, ukalarim bo'y bastilarini Xudo xolasa 70 ga olaverasizlar. Pasti bo'lsa o'zlariga tan. Gap yo'q. Laykni bosib qo'llab-quvvatlab, podlitsani unutmanglar. Tarqatib qo'yamiz mana shunaqa qo'chqor ishqibozlari sizlar bahona qo'chqorlik bo'lib olishadi inshaalloh. Aka, kelishib qolinsa dastlabki qanaqa bo'ladi? Dastlabkini har safar aytib kelyapmiz Samarqandga. Hop. Asli inson bilan inson kelishadi. Uka, men Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpoq, Nukusdanman deysan, kelishib muomalasini qilib jo'nataveramiz. Kelishgan holatda jo'nataveramiz. Demak, tushunarli. Akalarim, ukalarim, eng kulminatsion nuqtasi buni asosiy joyda narxida aka. Narxini yo'ram. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Og'anga ham, sotqanga ham Alloh baraka bersin. Hop. Baraka bermasa qiyinda. Otam aytadi, o'g'lim, 10 ming to'ma, 1000 so'm pul olib kir, barakali pul olib kir deydi. Otam ham savdogar bo'lgan, men ham savdogarman. Alloh hammamizga baraka bersin. 32 dan hammasi bir joyga ketaveradi. Dastlabkasi mendan. 32 dan 3 million 200 ming so'mdan. Kamini qilib berasiz o'zlariga. Dangal savdo. Yo menga qilib berasizmi? Bitta narsa aytaymi? Ana shunday shoshaylikchi bismillah. Bismillah. Hop. Obunachilar bor, ha? Obunachilar. Siz tortishmasangiz, obunachilar sizni yomon ko'rib qoladi. Ana shunday.
Siz qancha arzon qo'ysangiz, obunachiga emas, Hop. men qancha qimmat solsam, men shuncha ham foyda. Ana shunday. Endi qarab turing, shu ikkita insonni kelishtiruvchi siz, Men. beruvchi Xudoyim. Qo'zini sotdim, bitta gapiraman, so'ramaysiz. Akanchatin narx. Hop, hop. Ya, so'ramaysiz, o'tib berisiz yo'q. Qiziqtiryapsiz. Ya. Ha. Bismillahirrohmanirrohim. 3 million so'm bir joy ketdi. Yep, bor aka joningiz on. 3 million so'mdan. 3 million so'm. Hammasini olganga xayrini so'rayman iloji yo'q aka. Mana qo'lim. Bismillahirrohmanirrohim. Kelishsin bitta osh mendan devizraga. Barakasini bersin. Bor aka joningiz omon bo'lsin. Demak, akalarim, ukalarim, narx-navolarni eshitdilaring. Likesni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz Samarqandgacha bepul yetib boradi. Xudo xolasa akalar, bundan buyog'ida bu xonadondan ham, bundan keyin ham avval ham hech kim norozi bo'lib ketmagan akalar. Likesni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Xudo xolasa keyingi partiya qanaqamiz chiqadi aka. Keyingi partiyasiga shularda ukasi chiqadi. Qanaqa deyman? Ha. Bizda bitta narsa bor. Hop. 4 oylikqa, 5 oylikqa, 2 oylikqa deyilmaydi. Masalan, buni oldin aytdimmi? O'shandan 20 kunlik qarang. 20 kunlik. Eng pasti 20 kunlik, eng balandini 15 kun nari farq qiladi. Farq qiladi. Eng kichigi. Ha, Lekin bularda, bular bilan tenglarini ham qo'shaman misol. Chunki og'on odam bor, otangga rahmat desin. Shu. Tushunarli. Demak, akalarim, ukalarim, xudo xolasa mana sekin asta bo'lmasa keyingi partiyaga navbatda beraveramiz ekan bo'lmasa. Demak, qadrdonlarim, aka-ukalarim, xudo xolasa mana keyingi partiyamiz ham chiqib kelishdi. Ular haqidagi ma'lumotlarni ham akamiz o'zlaridan chiroyli qilib eshitib olaveramiz. Demak, son nechta chiqsa aka? 8 dona. 8 bosh. 8 bosh qo'chqor. Hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. Ya, Sog'liqli mashallah. bo'lsa bizda bekarga. Hech gap yo'q. Akalarim, ukalarim, xudo xolasa mana 8 bosh qo'chqorlarimizni chiroyli ma'lumotlarni olyapsiz. Inshaalloh bularni olib baraka topaman degan akalarimiz telefon qilaverasizlar xudo xolasa. Demak, yosh oyligi qanaqa bo'ladi? Yosh oyligi 6 oylikdan o'tgan, qolgan bari 7 oy. Endi narsa aytaymi? Hop, hop. Mana shisi 6 oylik mana. Mana bitta. Mana shu bitta. Ha. Qolgan hammasi 7 oylik qo'chqor. 7 oylik qo'chqorlar. Mashalloh. Gap yo'q. Xudo xolasa akalarim video davomida to'liq yoritilmayotgan bo'lsa, akamizga o'zgalarga telefon qilsalar, video syomkalar asosida tashlab berishaveradi. Bular dastlabki qaygacha bo'ladi aka? Dastlabki Samarqandgacha xudo xolasa. Yedishtilari qanaqa ekan? Bir hafta, mendan bir hafta demayman. Mendan qo'ygan odam 10 kun sinov olsin. 10 kunda sinovdan o'tsa, telefon qilib, "Uka, pulimni ishlataver. Bergan pulimga rozimansiz, ishlashni boshlayman, foydasi." Jonimiz omon bo'lsin. Demak, gap yo'q. Akalarim, ukalarim, xudo xolasa mana dangal narx, dangal savdo, dangal gaplar bo'lyapti. Bularda aka, akanchatilni senasin nech puldan qo'yib yuboramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Dangal gaplar, so'ramaydigan qilib. 3 million so'mdan ketdi hammasi. Kamini, 29 dan ketdi hammasi. kamini. Kanda, ey, sog'liqlar qo'chqor bo'lmay qo'yadi. O'tib yuraversan hazilsiz. Yo'q. Men bitta narsa aytaymi, Arzonchi, ha. Arzon qo'yyapman. Bo'lmasa. Bir joydading, o'sha olib kelayotgan yerimda men cho'ponni qo'yini shuni qo'yib yubordim o'tkazib, ana YouTube kanalingizda cho'pon o'tirib 2 kun yiladim deydi. Nimaga desan, shuncha mehnatimni arzon sotib beribsan deydi. Yo'q, unday emas. Arzon oldimmi, arzon sotaman. Misol, qimmat olsaman, ozroq foyda qo'yaman. Ozi shirin barakada 28,5 dan hammasi bir joyga oldim deganga sotdim. Dastlabkasi? Dastlabkasi Samarqandga yetkazib Bor aka joningiz omon bo'lsin. Demak, akalarim, ukalarim, dangal savdo xudo xolasa mana akamiz akanchadan senalarni eshitdilaring. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. To'la ma'lumotlarni o'zlariga telefon qilsalaring, bir boshqatdan yana bir qator tushuntirib berishaveradi xudo xolasa. Demak, akalar, keyingi so'nggi partiyamizga qanaqasini beramiz aka? Qozog'istondan ikkita qo'chqor kelgan. Hop. Qozog'istonda Almatadir, Astanadir, lekin qaydanligini bilmayman. Lekin uni faqat go'sht yo'nalishiga boqiladi, zot yo'nalishiga emas. Go'shti bor, mazza qilib go'sht yeyman degan odam bor. Ana tomosha qilsa bor. Ana, uydan go'sht uzilmaydigan. Hem maşallah. Akalarim bo'lmasa keyingi partiyaga sekin navbatda beraverar ekanmiz xudo xolasa. Demak, akalar, ukalar, xudo xolasa mana so'nggi partiyamizga 2 dona go'sht yo'nalishiga tavsiya qilinadigan qo'ylarimiz chiqib kelishdi. Xudo haqida, bular haqida chiroyli ma'lumotlarni ham akamizdan olaveramiz. Sonlari 2 dona yosh oylikka qanaqa aka bu? Yosh oylikka hop 7 oylik deb berilgan qarang. Gapimizga yolg'on aralashmasin. Misol, konkretni bo'lsin, 7 oylik deb cho'pon bergan. 6 oylikka olishaveradi. 6 oylikka olishaveradi. Bitta narsa, qo'chqorda jonidan ko'rgan odam 6 oylik demaydi. Mashallah. 8 oylik qo'zidan pesh. Vesi ham, kilosi ham. Vesi ham, kilosi ham. Demak, akalarim, ukalarim, xudo xolasa mana voy, mana uni qaranglar. Gigant variantlari degan haqiqiy mashinaga taalluqli variantlar ekan. Demak, bularda aka dastlabkasi qanaqa bo'ladi kelishib qolasiz? Dastlabkasi Toshkentgacha qilib beraman. Toshkentgacha? Toshkentgacha. Hech gap yo'q. Toshkentgacha. Bu qo'chqorlar. Bu qo'chqorlar ayiq bilan birga yurganda, ayiq bilan. Hech gap yo'q. O, qarang. Ayiq bilan birga yurgan xudo xolasa variantlari. Akalar, inshaalloh mana
olib boqib baraka topaman, go'sht yo'nalishida olaman degan akalarimiz xolodilnikda to'ldiradigan variantlar mana shu joyda. Boshqa ovqat ham qo'yilmaydi qoladi. Ana bunday. Hech gap yo'q. Buni akanchasini sinasini nech pul qo'yamiz aka? Bismillahirrohmanirrohim. Boru. Bismillahirrohmanirrohim. Konkret bahosini aytavering. Konkret Hali ayting. oldi qochdi, anaqa narsa yo'q-a. Danga. Buni qo'liga tegadiganini 3 million 300 ming so'mdan yetkazib beraman, ammo o'tib bera olmayman. Qo'ygan narximni ko'rib odamlar bor, telefonni zaryadi bo'lsa, kam bo'lsa, zaryadga qo'yib olsin. Ko'p bo'lsa, chiday tomosha qilsin, kommentariyaga yozib, like bosib, otangga rahmat desin. Charchamaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar, ukalar, xudo xolasa mana narx-navosini eshitdilaring. Bu qo'ylarimizni xudo xolasa chiroyli yanada to'la ma'lumotlarni akamizga aloqaga chiqsalar, xudo xolasa chiroyli yoritib beraveradilar. Akalarim, ukalarim, xudo xolasa mana shu joyda video syomkalarimizni yakunlayveramiz. Xudo xolasa akalar qo'llab-quvvatlab, like bosib turaverasiz. Charsligini qaranglar akalar, yeyman, uchaman degan variantlari, mashalloh. Akalar o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat hammaga.